Hallo alle zusammen, herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Germaniya, jahon urushi, Hitler va fashizm. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Shu kunlarda menda bir Germaniya bo'yicha bir savol paydo bo'ldi. Ya'ni birinchi jahon urushi, ikkinchi jahon urushi barcha jahon urushmashi ikkita jahon urushiga sababchi bo'lgan davlat Germaniya va uni sababchisi Hitler bo'lgan. Shuni hozirgi nemis xalqi, ya'ni har oyi ikkitadan 5 tagacha kitob o'qib tugatadigan va dunyoning eng oldingi davlatlari safiga qo'shilgan va hozirda eng yuqori natijalarga erishayotgan to'ppo'viy davlatlardan biri. O'sha ikkinchi jahon urushi, birinchi jahon urushi, o'sha jahon urushlari va Hitler, fashizmga qanday qaraydi hozirgi yangi yoshlari, 2021-asrni yoshlari qanday qaraydi? Shu bo'yicha menda savol paydo bo'lgandi. Bu bo'yicha o'zim internetdan, ChatGPT va boshqa manbalardan ma'lumotlar yig'dim va shu haqida fikrlarimni yig'gan foydali, qiziqarli ma'lumotlarimni bo'lishmoqchiman. Bugun yangicha formatda video bo'ladi. Obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Qani bo'lmasam boshladik. Nemis yoshlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazilganda, ular bu savolga uyatli holatligini va hozirgi yoshlar uchun o'rnak sifatida, ya'ni o'zlari uchun o'rnak sifatida qabul qilishligini aytib o'tishgan. Albatta bu fikrlashga kelish, hozirgi intervyu berayotgan yoshni bu fikrlashiga kelishi, ya'ni o'sha urush paytidan hozirgi davrgacha bunday 180 gradusga o'zgargan holatda to'g'ri fikrda bo'lishligini sababi albatta bu maktab tizimidan, undan oldin oiladan boshlab o'rgatilgan, o'qitirib kelingan. Bu holat maktab tizimida qanday o'qitiladi? O'quvchilarga jahon urushlari chuqur sabablari, qanday nima bo'lgan voqealari, ulardan qanday xulosalar chiqarilishi kerak, shu haqida o'rgatiladi va bu Germaniya uchun uyatli holat ekanligi va bu hozirgi yoshlar uchun o'rnak, bundan o'rnak olish kerak. Bu ajdodlarimizni xatosi deb qarashadi ekan Germaniya fuqarolari va maktab tizimida ham bunday mana shunday tarzda o'qitilib, to'g'ri fikrlashga, to'g'ri bu vaziyatga to'g'ri qarashga chaqirishar ekan. Albatta Germaniya qonun-qoidalari ham shu asosida qurilgan, ya'ni jahon urushi paytida Hitlerni o'ziga xos so'rashishi bo'lgan, ya'ni qo'lni oldinga va ozgina yon tarafga ko'targan holatda, mana shu ekranda chiqadi. Shu holatda so'rashish bo'lgan. Bu ya'ni biz birdamlikdamiz, birdamlikda harakat qilamiz. Biz eng buyuk millatmiz va biz eng zo'rmiz deb birdamligi sifatida o'zini Hitler so'rashishi bo'lgan. Ushbu so'rashish hozirgi Germaniya ko'chalarida bunday qilinsa, albatta bunga soliq to'lab, uni javobgarligi bor ekan hozirgi kunda. Unday salomlashish, unday so'rashish ko'rish mumkin emas ekan hozirgi kunda Germaniya qoidalari asosida shunday tizimlashtirilgan. Albatta Germaniya hozirgi zamonaviy olti davlatlar bo'lishiga sabab ta'limga bo'lgan e'tibor va shunga yarasha qonunlarni
to'g'ri ishlab chiqarilganligi va asosiysi qonunlarga to'liq rioya qilgan holatda birdamlikda harakat qilinganligi uchun, jamiyat harakat qilganligi uchun hozirgi eng rivojlangan, markazlashgan davlat deb hisoblayman. Shu kunga yetib kelishiga sabab shu deb hisoblayman Germaniyani. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.